Ojon qani oynaga. Bunday qilib qo'y. Ayağım yakın. O'tkazib yubormang, Quvasoydagi sayohatimiz bir kun. Kichkina qayninsinimizni Quvasoyga uzatganmiz. Samarqanddan qaynopam Toshkentga yetib keldi, Oyjon Sirdaryodan. Biz esa ularni Toshkentda kutib olib, oilaviy Quvasoyga yo'lga chiqdik. Pervalda rasmlarga tushdik. Yo'l-yo'lakay qurtoblar, patilarimizni olib, bolalarimiz bilan birga Quvasoyga qarab yo'lga otlandik. Qo'ling. Kelishimizga bizaga shunaqa chiroyli dasturxon qilib kutib olishdi. Uzoq yo'ldan kelganimizdan keyin xo'jayinim janni o'ynadi. Shu qatorda bizada qaynona Oyjon bilan Xudo xoliga kiyim olish esimizdan chiqqan ekan. Quvasoy dehqon bozoriga borib, ularga bir xilda chiroyli ko'yni oldik. Bizani Quvasoyga borishimizning aynan sababi qaynisining bilan qaynonasining tug'ilgan kunini tabriklash uchun borgandik. Eng maza qilgan bolajonlarimiz bo'ldi. Ular yarib o'ynashdi va olib kelgan chiroyli tortlarimiz bilan qaynonasini va qaynisinglini tabrikladik. Olib kelgan barcha chiroyli hadyalarimizni ularga berdik. Chiroyli tilaklarimizni bildirib va tug'ilgan kunimizni o'yinsiz tugatmadik. Albatta davraga qaynona, Xudo xolali va barcha yosh kattalarni taklif qilib, yoshlar bilan maza qilib o'ynaydi. Shu qatorda Oyjonga bergan hadya qilgan kelasiga bir xilda villar ko'yinlarimizni ularga kiygizdik. Va ularning chiroyli duolarini qabul qilib oldik. Yüksek farzandlardı versin. Bakalım çarşaf. Ilohim. Yordamga chaqirib. Ilohim. Ikkalan qo'sha qarib, o qizlarning ko'p, bolalarning baxtini ko'rib yurgan. Alloh. Bir kunlik Quvasoydagi mehmondorchiligimiz o'z nihoyasiga yetib, Toshkentga yo'l oldik. Albatta qaytishda ham Sanjar patirlarni olishni unutganimiz yo'q. Pervalni o'tganda patir qurtolmasi hisobmas vodiyga kelganingiz bilinmaydi. Pervalda yangi osma ko'prik bilan zipline qilingan ekan. Qaynopam rosa boshda qo'rqdi. Men ularga atto shu mehr bilan duh berib, oxir majbur qildim ularni ziplinega uchishga. Borishda ziplineda uchib, qaytishda ko'prikda qaytdi. Adashmasam 50 ming so'm edi. Ko'prikning o'zi esa yoki 30 ming yoki 25 ming edi. Shun bilan birgalikda chiroyli tabiat qo'ynida tog'da sayrimizni noz nihoyasiga yetib Toshkentga yo'l oldik. Menga obuna bo'ling, hali qiziq voqealar oldinda.